Qaranglar, bu yoqda kelish, hokimiyat, Korzinka ro'parada shahardan kelish, Betonkadagi mostdan 2 kilometr shunday kirib keldinglar, shu Korzinkani ro'parasidagi dom. Qaranglar, bu oshxonasi bo'lyapti, 113 kvadrat, общий kadastrdagi yozilgan maydoni. O'zi 118 gami shunaqaga pul to'langan ekan. Xo'p, bu yoqda bitta hojatxona bo'lyapti. Xo'p, bu yoqda bitta hammom, alohida qilingan hojatxona bilan, xo'p, bu yoqda bitta yotoqxona, remontlari yengil, yaxshi holatda turibdi. Xo'p, mana bu yoqda podestidan shunday kirib kelasizlar. Xo'p, endi bu yoqlarni ham bitta ko'rsatamiz. Bu yoqda yana bitta yotoqxona bo'lyapti. Ko'rasizlar. Xonalar keng, kichkina bo'lib qolmagan. Xo'p, bu yerda bitta o'sha kichkinagina tikuv sex qilib joy qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, bu yoqda 3-yotoqxonamiz bo'lyapti. Remontlari va shu zo'r. Xo'p, bu yoqda bitta zalimiz bo'lyapti. Zalni ham ko'rasizlar, kattagina. Remontlari ham ideal holatda. Shu xonadonimizda kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlar qoladi. Bemalol kelib, ko'rib, egalari bilan talashib, tortishib, yana o'zingizlar savdosini qilib olasizlar. Yana bitta ma'lumot o'rnida aytaman. Taxminan 50-60 kvadrat mansardasi ham bor ekan. O'sha ham sizlarga o'tib ketadi, xudo xolasa. Mansardani ham videosini qo'yib qo'yamiz. Xonadonimizning narxi keladigan bo'lsa, $10 so'rashyapti. Yana nomerlar qoladi, aloqaga chiqaveringlar bemalol. Ma'lumot o'rnida shuni aytaman, bu mahallada maktab, bog'cha, masjid, poliklinika, hokimiyat, Korzinka, magazinlar, bunaqa joylardan muammo yo'q, xudo xolasa. Aloqaga chiqaveringlar, inshaalloh chiroyli narxida savdosini qilib, barakasini qilib yuboriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.